Global Money Week 2025 Markaziy bank tomonidan tashkil etilayotgan ushbu yirik loyiha bugun Bektemir tumanining 345-maktabida bo'lib o'tmoqda. Moliyaviy savodxonlikka qaratilgan ushbu bayram O'qito bank tomonidan olib borilmoqda. Navruz Musayev sizlarga hozir juda ham qizg'in dars o'tib beradi. Muhimi o'zaro fikr almashishimiz. Demak, bu bizni imkoniyatlarimizni kaliti bo'lib xizmat qiladi. Tashrifinglar uchun tashakkur. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, Global Money Week 2025 ning keyingi sonlarini ham kuzatib borishingizni sizdan so'rab qolaman. Sababi keyingi maktab aynan sizning maktabingiz bo'lishi mumkin. Kutib qoling.